Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala rasulih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, Islomiy nafsiya asoslari kitobidan darsliklarimizni davom ettiramiz. O'tgan suhbatlarimizda esinglarda bo'lsa, bu kitobni muqaddimasi bilan tanishgan edik. O'zingizlarga ma'lumki, har bir kitobda shunaqa bir muqaddima yoki bir kirish so'zi bo'ladi. Bu muqaddima yoki o'sha kirish so'zi yoki bag'ishlov degan sarlavha ostida bo'lib, bu 1 bet, 2 bet, 3 bet bo'lishi mumkin. Bu muqaddima umumiy kitob haqidagi tasavvurni bizga paydo qilib berishlik uchun, ya'ni bu kitobdan o'zi nimani maqsad qilayotganligi haqida umumiy bir ma'lumot berish uchun kirish so'zi tanlanadi. Bu kitobda asosan o'sha haqiqiy, o'sha taqvodor, komil, mo'min odam qanaqa bo'lish kerakligi, unda qanday sifatlar topilishligi haqida umumiy qisqacha bir ma'lumotlar berib o'tgandi. Ya'ni bugungi zamonimizning termini bilan aytganda shaxsiyaning sifatlari bo'lib, xosatan islomiy shaxsiyaning sifatlari bilan tanishtirgan edi va mana shu islomiy shaxsiyaning sifatlarini shakllantiradigan va uni o'zimizni mujassam qilishligimizga yordam beradigan manba aynan mana shu islomiy nafsiya asoslari. Bu kitobning nomidan qarasak ham aynan o'sha biz o'zimizdagi nafsiyalarimizni kuchaytirishlik uchun mana shu kitob bizga yaqindan yordam beradi. Shuning uchun mana shu kitobni biz darslik sifatida yo'lga qo'ygan edik. Birodarlar, o'zi umuman olib qaraganda shu nafs haqida yana qisqacha bir eslatib o'tadigan bo'lsak, Alloh taolo umuman o'zi islom shariatida, Qur'on va sunnatda juda ko'p o'rinlarda nafsimiz haqida juda ko'p ogohlantirishlar kelgan. Chunki bu nafs shunaqa narsaki, hech qachon yaxshilikni o'z egasiga ravo ko'rmaydi, hech qachon u egasini yaxshilikka buyurmaydi. Egasi bilan to qabrigacha olishadigan shunaqa bir ichki dushman desak ham bo'ladi, majoziy ma'noda. Chunki bu haqida Alloh taolo Qur'onda aytayapti, albatta ta'kidlab aytayapti, albatta nafs yomonliklarga buyuruvchidir deyapti. Bu qabrigacha siz bilan bizni har doim Alloh harom qilgan, Alloh qaytargan, Alloh g'azablanadigan, jahannamga sabab bo'ladigan amallarga undaydi buyurib turuvchi narsa bu nafs. Mana shu nafslarimizni yengib, Allohning hukmlariga bo'ysundirib itoat qildirishlik yoki uni mutlaqo nazoratsiz tashlab bo'sh qo'yib yuborishlik bizning ixtiyorimizda. Alloh taolo nafsimiz ustidan hukmronlik qilishlik imkoniyatini bandalariga bizga bergan va bu hukmronlikni qanday qilib ado qilishlik, amalga oshirishlik yo'llarini ham ko'rsatgan. Mana shu yo'llarining bir nechta omillari bilan mana shu kitob bizga tanishtiradi. Shuning uchun nafsiyaning bir nechta omillari bilan bu kitobda tanishtiramiz deb muqaddimani oxirlarida aytib o'tgan edi. Bu omillari bilan bizni tanishtirishlikdan muallifning maqsadi, kitobning maqsadi nima desa, toki bizda xossatan islom da'vatini yer sharida, yer yuzida oliy qilish uchun bel bog'lagan hamilut da'valar, ya'ni da'vat yukini ko'taruvchilar o'zlarini chaqirayotgan da'vatlariga o'zlari ham amal qila olsinlar. Agar siz da'vat qilib o'zingizda amalda bo'lmaydigan bo'lsa, garchi siz da'vat qilayotgan odamlar sizni o'zingizni amal qilmayotganligingizni ko'rmasalarda, internetda siz ma'lum va mashhur bo'lib qolgan bo'lsangiz, lekin shaxsiy hayotlaringizda o'zingiz da'vat qilayotgan narsalar amalingizda ko'rinmasa, buni Alloh ko'rib turibdi, da'vatingizni kesib qo'yadi. Va qiyomat kuni Alloh bizga ogohlantirish uchun Qur'oni Karimda xabar berayotgan o'sha jahannam bilan bizni azoblaydi. Chunki bu haqida hadislar ham bor. Jahannamda bir siqim mo'minlar bo'ladi deyapti Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo o'zi saqlasin. Mana shunday musibatlardan bizni yiroq qilishlik uchun Alloh o'z rahmati bilan, o'zining mehribonchiligi bilan bizga nafsni berib qo'ygan bo'lsa-da, yana o'z rahmati bilan, o'z mehribonchiligi bilan, bizga bo'lgan mehribonchiligi, rahmati bilan bu nafsimizni yengish yo'llarini ham bizga o'rgatib qo'yibdi. Buni payg'ambar alayhissalom orqali bizga o'zining kitobida va rasulining hadislarida bizga yo'l yo'riqlar ko'rsatib qo'ygan. Shuning uchun biz hayotimizning shaxsiy hayotimizda bo'lsin, to'rtta devorning ichida, oila munosabatlarida, qarindosh urug'chilik munosabatlarida bo'ladimi, yoki ko'chaga, jamiyatga chiqqanda boshqa musulmonlar bilan yoki boshqa bo'lgan g'ayrimusulmonlar bilan bo'ladimi, yoki hokimiyat bilan bo'ladimi, umuman o'zimizdan boshqa barcha insonlar bilan qiladigan muomalalarimizda
Biz Allohning hukmlariga muvofiq muomalamizni joyiga qo'yishlik uchun bizga nafsimizga mana shu narsalarga nafsimiz qarshi chiqadi. Uni yengishlikda biz o'zimizda kuch topa olishimiz uchun yo'llanma bo'lishligi kerak. Shuning uchun mo'minni yo'naltiruvchi yo'llanmalar ham bo'lishi kerak. Aynan nafsimizni yengishligimiz uchun biz muhtoj bo'ladigan zarur bo'lgan yo'llanmalar mana shu kitobda uning bir nechta omillarini taqdim qiladi deb o'tgan o'sha muqaddimasida aytib o'tgan edik. Mana o'sha muqaddimani oxirlarida bo'lib ham islomiy nafsiyani shakllantirishligimiz biz uchun qanchalik muhim va zarur desa, chunki siz bilan biz musulmonlar Allohning dinini, hukmlarini yer yuzida oliy qilishlik mas'uliyati bilan yuborilganmiz. Bu mas'uliyat yahudiylarga ham, nasroniylarga ham yuklatilmagan, holbuki ular ham Allohning bandalari. Lekin ular Allohga kofir bo'lgan bandalar. Lekin ularga yuklamadi. Balki Alloh taolo Muhammad alayhissalomning ummatlariga, oxirgi zamon payg'ambarining bugungi oxirgi ummatlari desak ham bo'ladi, majoziy ma'noda. Mana shu siz bilan bizga yuklangan. Mana shu vazifa. Shu vazifani mukammal ado qila olishligimiz uchun biz oldimizda juda katta qiyinchiliklar, mashaqqatlar, to'siqlarga duch kelamiz. Mana bu to'siqlar qarshisida uni sabr va sabot bilan yengib o'tishlik yoyinki nafsimiz g'olib kelib orqaga qarab yuz o'girib ketishlik, Allohning hukmlarini kim qilsa qilaversin deb orqaga qarab qo'l siltab qaytib ketishlik nafsimiz kuyiga kelib. Mana bu narsa juda ham og'ir musibat, hayotda toyilish bo'lib qoladi. Mana shunday narsalar bo'lib toyilib qolmasligimiz uchun biz nafslarimizni yenga olishimiz kerak. Bo'lib ham Allohning hukmini oliy qilish uchun yo'lga chiqqanlarda nafsiya eng kuchli odamlar bo'lishligi kerak. Shuning uchun mana bu mavzuda o'sha oxirlarida nima deyapti? Aynan xalifalik davlatini tiklash bilan islomni hayotga qaytarish uchun faoliyat ko'rsatayotgan da'vatchilarga, ularni qamrab olgan Alloh va payg'ambarining dushmanlaridan tashkil topgan to'dalarni ham ko'rsatib o'tishni e'tiborimdan chetda qoldirmadik deyapti. Nimaga desa, chunki biz har soniyamizda shunaqangi qarshiliklarga duch kelamiz. Chunki biz islomga begona bo'lgan, musulmonlarga qarshi bo'lgan tuzum va uning tatbiq qiluvchilarining qo'l ostida yashayapmiz. To'g'rimi? Bizning himoyamiz musulmonlarni yoki islom dinini qo'lida emas. Shuning uchun bizni har bir qadamimiz ta'qib, ta'zirlarga duch kelamiz. Mana bu narsalarni yengib o'tishlikda bizda o'ta kuchli nafsiya bo'lishi kerak. Shuning uchun biz kechasi-yu kunduzi Alloh bilan doim birga bo'lib, Allohga qattiq bog'lanib, muroqaba degan narsani o'zimizda mujassam qilib olmaydigan bo'lsak, biz shahidlik kabi orzularimizga, Allohning rahmatidan bo'lgan umidlarimizga erisha olmaymiz. Bir cho'qqidan ikkinchi cho'qqi sari ko'tarila olmaymiz. Demak, biz maqsadimizga yeta olmaymiz. Bizning maqsadimiz nima desa, Allohning dinini oliy qilish orqali u zotni rozi qilish, hayotda ko'zlangan g'oyamiz mana shu o'zi. Shuning uchun biz xossatan aynan o'sha islomiy hayotni qayta boshlash uchun yo'lga chiqqan da'vatchilarga mana bu ikkita hadisni taqdim qilyaptiki, bu kitob. Ya'ni va nihoyat da'vatchilar maqsadga olib boruvchi yo'lni yoritib beradigan mana bu ikki hadis xususida tafakkur qilsinlar deb biz o'tgan suhbatimizda mana shu ikki hadisni haqida birgalashib keyingi suhbatimizda tafakkur qilamiz deb qoldirgan edik. Mana bugun mana shu ikkita hadis bilan tanishib chiqamiz inshaalloh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, diniylarning avvali payg'ambarlik va rahmatdir. Keyin esa payg'ambarlik yo'li asosidagi xalifalikdir. Keyin yana payg'ambarlik yo'li asosidagi xalifalik qaytib keladi deyapti. Mana bu hadis haqida muallif aytayaptiki, bu hadisda Allohning izni bilan xalifalikning qaytishi, xalifalik bo'lganda ham o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari bo'lmish xulofai roshidinlarning xalifaligidek xalifalik qaytib kelishi xususida tushunchli xabar bor deyapti. Kim uning qaytishiga haris bo'lsa, uni ko'rishga mushtoq bo'lsa deyapti, payg'ambar alayhissalomning sahobalaridek ishonch bilan harakatini qilib qolsinlar deb muallif nasihat qilyapti. Haqiqatda eng oxirgi zamon payg'ambari bo'lgan Nabiy sollallohu alayhi vasallamni Alloh taolo bizga, butun olamlarga, xossatan biz ummatlariga nima qilib yubordi? Rahmat qilib yubordi. Shuning uchun aytayapti, diniylarning avvali payg'ambarlik va rahmatdir dedi. Dinimiz islom.
islomning avval payg'ambarlikdan boshlandi. Bu Alloh taoloning rahmati bo'ldi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'z rahmati bilan, ya'ni bizga bo'lgan mehribonchiligi shu darajada yuqori ekanki, qaranglar, bizni otalarimizdan, onalarimizdan ham Allohning mehribonchiligi balandroq ekan. Biz onamiz bizga qanchalik mehribon bo'lsa, dunyo onalarining mehrini yig'ib turib bitta farzandga beraman desangiz ham Allohning butun bandalariga bo'lgan mehribonchiligidan ustun kela olmas ekan. Allohning mehribonchiligini butun insoniyatga chachingda. Odam atodan qiyomatgacha yashab o'tadigan insoniyatga Allohning mehribonchiligini bo'lingda. Bitta bola, bitta odamga, bitta bandasiga tekkan mehr tarozini bir balasiga qo'yingda, qiyomatgacha yashayotgan insoniyatni, onalarni rahmatini, mehribonchiligini bitta joyga yig'ib turib, bitta bandaga beringda, uni taroziga qo'yingda, Alloh degani bosolmas ekan. Nimaga? Alloh taoloning mehribonchiligi chegarasi yo'q bo'lgan zot. Agar Alloh taoloning mehribonchiligi bo'lmaganda edi, kofirlarga bir qultum suv ham bermagan bo'lardi. Ular rizqidan qisib qo'ygan. Holbuki ular Allohga, rasuliga, diniga, mu'minlarga qarshi tish tirnog'i bilan qurollangan holda G'azoning misolini ko'rish mumkin. Kurashyapti, qarshi chiqyapti. Allohga qarshi chiqyapti, tasavvur qilyapsizmi? Lekin Alloh taoloning mehribonchiligi, qarang, g'azabidan rahmat ustun ekan, ularni rizqidan qisib qo'ymayapti. Yahud vujudini rizqidan qisib qo'ymayapti. Shuning uchun Alloh taolo o'z rasulining tili bilan bizga mana bunday xabarlarni beryaptiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dininglarning avvali payg'ambarlik va rahmatdir deyapti. Agar Alloh taolo bizga rahmati, ya'ni mehribonchiligi bo'lmaganda edi, Alloh taolo bizga jahannamdan qutulish, nafslarimizni yenga olishlik va jannat yo'lini ko'rsatib bermagan bo'lardi. Mana bu Alloh taolo o'z payg'ambari orqali bizga jahannamdan qutulishlik, jannatga olib boradigan, u zotning rahmatiga qovushadigan, roziligini qo'lga kiritadigan va mana shu narsaga olib boradigan yo'lni payg'ambar orqali o'zining kitobida nima qilib qo'ydi, bizga ko'rsatib qo'ydi. Mana shu Alloh taoloning mehribonchiligi. Mana shu narsani Alloh taoloning mehribonchiligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima deyapti? Dinining avval payg'ambarlik va rahmatdir deyapti. Haqiqatda Nabiy sollallohu alayhi vasallamga Alloh bizga dinini nozil qilishligi bu Allohning rahmati, mehribonchiligidan, jahannamdan qutulib, meni roziligimga yetishsin bandalarim. Shaytonning vasvasasi bilan o'z nafsiga, o'z joniga zulm qilib, jahannamda yonib ketmasin deb Parvardigori olam bizga mehribonchilik ko'rsatib, o'zini rozi qiladigan, jannatga olib boradigan yo'lni ko'rsatib, bu yo'ldagi qiyinchilik va mashaqqatlarni nafsimiz taslim bo'lmasdan uni yengib o'tishlik yo'llarini ham ko'rsatib qo'yibdi. Bu uchun biz Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Yana hadisning davomida keyin esa payg'ambarlik yo'li asosidagi xalifalikdir dedi. Biz buni payg'ambar alayhisalomdan keyingi xulofai roshidinlarda ko'rdik. Xulofai roshidinlarning xalifaligi 1924-yilgacha bo'lgan xalifalikdan farqi nimada desa, umumiy olib qolganda hammasi xalifalik bo'lgan. Ba'zi paytlarda sulton, ba'zi paytlar amirul mo'minin deb amirlar, sultonlar deb atalayotgan bo'lsa-da, lekin ularda xalifalik sifati bor edi. Lekin payg'ambarlik minhoji dusturiga adin kadnamo deb qo'yadi-yu rus tilida. Har bir so'zma-so'z deydi-yu, qadamma-qadam to'g'ri kelishligi, 100% to'g'ri kelishligi mana shu xulofai roshidinlarda ko'ringan. Shuning uchun keyin esa payg'ambarlik yo'li asosidagi xalifalik bo'ladi. Keyin yana payg'ambarlik yo'li asosidagi xalifalik qaytib keladi deb turib, mana bu hadisning so'ngida Nabiy sollallohu alayhi vasallam go'yoki xuddi siz bilan biz bugun mana shu xalifalikka mushtoq bo'lib, sog'inib, intiq bo'lib kutayotgan, shu uchun vaqtlarimizni emas, jonlarimizni ham qurbon qilib, mollarimizni ham qurbon qilib mana shu yo'lga harakat qilayotganligimizni oldindan ko'rib, bilib turgandek bizga xushxabar qilib aytib qo'yibdiki, keyin yana payg'ambarlik yo'li asosiga xalifalik qaytib keladi. Go'yoki Nabiy sollallohu alayhi vasallam 1440 yil oldin 20-asrdagi biz musulmonlarga qarata go'yoki ey ummatim, 20-asrdagi ummatlarim, sizlar harakatni qilaveringlar. Sizlar yo'q narsaga, qo'shniqchaga, ba'zi bir salaf ulamolar aytganidek, hayoliy farazlarga, tush bo'lgan narsalarga, orzularga harakat qilayotganinglar yo'q. Hayotda bo'ladigan, bo'lishligi 100% aniq bo'lgan narsaga intilyapsizlar. Bo'lishi mumkin bo'lmagan narsaga intilmayapsizlar sizlar. Shuning uchun amalni qilinglar, harakat qilib, mana bu narsa uchun shoshilib qolinglar deb go'yoki bizni yo'llar xalifalik uchun Allohning roziligiga yo'llanma berayotgandek go'yoki. Mana bu hadisda. Shuning uchun biz harakat qilayotgan narsa yo'q narsa emas, hayoliy narsa emas. Allohning dinini hayotda oliy qilish,
Allohning hukmlarini hayotda oliy qilishlik uchun da'vat yukini ko'tarib chiqishlik sizlarning qilayotgan, bizlarning qilayotgan mana bu harakatlarimiz hayoliy faraz emas. Demak, biz bo'lishi mumkin bo'lgan va bo'ladigan narsa uchun qo'l cho'zyapmiz, harakat qilyapmiz. Shuning uchun kimki Payg'ambar alayhisalomning sunnatlariga muvofiq, minhoji, dusturiga asoslangan, xuddi Rasululloh qilgandaqangi xulofai roshidinlar daqangi xalifalikni qaytishligiga haris bo'lsa, ya'ni xohlasa, mushtoq bo'layotgan bo'lsa, xuddi sahobalar qanday harakat qilgan edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan 13 yil Makkada ba'zi birodarlarni o'ldirilishini ko'rgan bo'lsa ham sabr va sabotda mustahkam turib, o'z yo'lidan, iymonidan va mana bu iymon talab qilayotgan solih amallardan, dinni, Allohning hukmlarini oliy qilish kabi harakatidan, da'vatidan qaytmasdan 13 yil Rasululloh bilan bir nafas bitta safda turib, harakat qilib qolgani va ulug' ajr mukofotlariga ega bo'lganligi va qiyomatgacha yashaydigan musulmonlar tilida nomlari tilga olinganda duo bilan qo'shib tilga oladigan aziz qilib qo'ygan sahobalarning harakatlaridek harakat qilib qolsin deyapti. Ertaga shu ish bo'lgandan keyin ham men da'vat qilmoqchiman deb siz olim bo'lasiz, da'vat qilasiz, lekin bugungidagi ajrga ega bo'lmaysiz. Nusratdan oldinga qilinadigan ajrlar bilan keyingi qilingan ajrlar o'rtasida farq bo'ladi. Mana bu birinchi hadis. Endi ikkinchi hadisga keladigan bo'lsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Alloh subhanahu aytadi: kim mening bir do'stimni xor qilsa, men bilan yakkama-yakka kurashga chiqibdi. Ey odam bolasi, senga farz qilgan vazifalarini ado qilmaguningcha mendagi narsaga erisha olmaysan. Agar bandam nafl amallar bilan menga qarab yaqinlashib kelaversa, borib men uni yaxshi ko'rib qolaman. Ana shunda men uning anglaydigan qalbiga, gapiradigan tiliga, ko'radigan ko'ziga aylanaman. Menga duo qilsa ijobat qilaman, so'rasa beraman, mendan nusrat talab qilsa nusrat beraman. Bandam ibodatining men uchun eng sevimlisi nasihatdir dedi. Bu hadisni Tabaroniy Kabirda keltiradi. Mana bu hadisda Allohning nusrati, yordami, madadiga olib boruvchi yo'l ko'rsatib berilyapti, deyapti muallif. U ham bo'lsa, uning o'zigagina yaqinlashaverish va uning o'zidangina madad so'rayverishdir. Haqiqiy, kuchli va aziz zot uning o'zidir. U kimni g'olib etsa mag'lub bo'lmas, mag'lub etsa g'olib bo'lmas. U bandasiga juda ham yaqin, duo qilsa ijobat qiladi. U bandalari ustidan hukmron, ayni paytda o'ta lutfli va har ishdan xabardordir. Haqiqatda mana bu hadisni boshiga e'tibor beringlar. Alloh taolo nima deyapti? Kim mening bir do'stimni xor qilsa. Allohning do'sti kim? Allohning do'sti Alloh taologa iymon keltirgan va mana shu iymonni talab qilayotgan, ya'ni Alloh undan talab qilayotgan farz amallarni bajarib, yana farz amallariga qo'shimcha Allohga yanada yaqin bo'lishlik uchun farz amallarning yoniga nafl ibodatlarni ham qo'shib, Allohga qadamma-qadam, lesnama-lesn, pog'ona chiqib borib, yuqori cho'qqilarga ko'tarilib, ya'ni Firdavs jannatiga intilib, Allohning jamolini ko'rishlik darajasiga ko'tarilish uchun, Allohga yaqinlik qilish uchun harakat qilayotgan, Alloh va uning payg'ambari chizib qo'ygan chiziqdan bir qarish ham chiqmaydigan, har qanday og'ir mashaqqatlarga, musibatlarga yo'liqmasin, Allohning buyruq va taqiqlariga amal qilishdan, rioya qilishdan qilchalik chetga chiqmaydigan odam Allohning do'sti bo'ladi. Mana shunday insonlar Alloh va Rasulining do'sti bo'ladi. Ular mening habiblarimdir degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo ham hadis quddusiyda nima deyapti? Ular mening do'stim deyapti. Kim mening do'stimga deydi. Allohning do'sti mana shunday inson bo'ladi. Kim o'zini Allohga do'st tutayotgan bo'lsa, men Alloh do'stiman desa, amallariga qarasin, qalbiga qarasin. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsa, uning barcha ilohiy sifatlariga iymon keltirgan bo'lsa va Allohning buyruq va taqiqlariga qat'iy, so'zsiz, qilchalik gap sig'dirmasdan itoat qilib, rioya qilayotgan bo'lsa, mana shu Allohning do'sti. Kim mening do'stimni xor qilsa deyapti. Kim Allohning do'stiga, Allohning buyruq va taqiqlariga qat'iy rioya qilayotgan, uning so'zlarini, qonunlarini, kalomini hayotda oliy qilish uchun boshqa qonunlar, so'zlar, dasturlardan ustun oliy qilish uchun da'vatini ko'tarib chiqayotgan bo'lsa, shu Alloh do'sti. Kim unga qarshi kurashayotgan bo'lsa, demak u uni xor qilmoqchi bo'lyapti. U haligi bandaga qarshi kurashmayapti. Bu Allohga qarshi yakkama-yakka kurashga chiqishlik bo'ladi. Kim Allohning do'stiga qarshi kurashsa, kim da'vat ahliga qarshi chiqayotgan bo'lsa, demak u bandaga qarshi chiqmayapti, o'ylamasin. Bu Allohga qarshi chiqishlik bo'ladi. Chunki Alloh taolo shunday deyapti. Men bilan yakkama-yakka kurashga chiqibdi deyapti.
Mana bunday insonlarni Alloh taolo nima qilishini bilasizlarmi? Boshqa ko'p oyat va hadislarda bunday insonlarni dunyoda ham oxiratda ham sharmandasini, rasosini chiqaraman, ulardan men intiqom olaman deyapti. Shuning uchun modomiki biz Allohning do'stiman deb da'vo qilib, mana shu sifat agar bizda bor ekan, bizda qo'rquv, tushkunlik, umidsizlik bo'lishi mumkin emas. Nimaga desa, biz Allohning do'stimiz, biz orqamizda Alloh turibdi. Agar bizga qarshi kurashayotganlar butun dunyo bo'lsa ham, kerak bo'lsa u dunyoni boshqaraman deb da'vo qilib, gegemonlik qilayotgan Amerika, uning atrofida bir qancha yuzlab davlatlar sizga qarshi turgan bo'lsa, ularning orqasida kim turibdi desa, haydalgan, la'natlangan, jahannamga o'tin bo'ladigan dushmanlariga, musulmonlariga, kofirlarni, askarlarni yo'liqtirib qo'yib, men Allohdan qo'rqaman, men sizlardan bezorman deb tashlab qochib ketadigan shayton turibdi, xolos. Lekin bizning orqamizda kim turibdi desa, ulug' va qudrat egasi bo'lgan olamlarning parvardigori bo'lgan, qaytishimiz unga bo'lgan Alloh subhanahu va taolo turibdi. Endi agar sizga Alloh yordamchi bo'lsa, madadkor bo'lsa, nusrat beruvchi, himoya qiluvchi Alloh bo'lsa, agar sizni Alloh g'olib qilsa bu kurashda kim sizni mag'lub qila oladi? Kim Allohga yakkama-yakka qarshi kurashga chiqibdi, g'olib bo'libdi? Qayerda bor? Tarixda biron bir voqelik haqida xabar kelganmi? Allohga yakkama-yakka qarshi kurashga chiqib olib, Allohni mag'lub qilgan biror bir qavm, biror bir shaxs haqida rivoyat bormi? Fir'avn Allohga qarshi kurashib g'olib bo'ldimi? Abraha Allohning uyini payhon qilaman deb g'olib bo'ldimi? Abu Lahab Allohga qarshi kurashib g'olib bo'ldimi? Abu Jahl Allohga qarshi kurashib g'olib bo'ldimi? Insoniyatning eng yomon insonlari sifatida qiyomatgacha musulmonlar tilida la'natlanadigan, tilovat qilinadigan oyatlarni nozil bo'lishiga sabab bo'ldi. Lekin ular g'olib bo'ldimi? G'olib bo'lgani yo'q. Lekin mu'minlar g'olib bo'ldi. Muso va u zotga iymon keltirib ergashganlar g'olib bo'ldi. Iso alayhisalom unga ergashganlar g'olib bo'ldi. Nuh va unga ergashganlar najot topdi. Payg'ambar alayhisalomga iymon keltirib u zotga sahoba bo'lib, u zotga yaqindan mollari, jonlarini qurbon qilib yordam bergan ansorlar g'olib bo'ldi, najot topdi. Biz buni yaqin tarixdan bilamiz. Demak, biz ham g'olib bo'lamiz. Agar biz mana shu orqamizda Alloh turibdi ekan, modomiki Allohga do'st bo'lishlik sifatini o'zimizda mujassam qilar ekanmiz, demak bizga qarshi ekanlarda Allohga qarshi yakkama-yakka kurashga chiqyapti. Alloh u mag'lub qila olmaydi degan ishonch bilan biz turamiz. Chunki biz orqamizda olamlarning Robbisi Alloh turibdi. Shuning uchun u bizning hojamizdir, u naqadar yaxshi hojadir. Agar u kim g'olib qilsa, hech kim uni mag'lub qilmaydi. Shuning uchun Alloh taolo bizga o'ziga yaqin bo'ladigan, o'zining roziligiga, mag'firatiga, jannatiga olib boradigan yo'lni ko'rsatyapti mana bu hadisda. Ey odam bolasi deb, senga farz qilgan vazifalarni ado qilmaguningcha mendagi narsaga erisha olmaysan deb. Allohdagi narsa nima? U zotning roziligi, mag'firati, jannati. Biz mana shuni xohlaymiz Alloh taolodan. Boshqa nimani xohlaymiz biz? Shuning uchun biz musulmon bo'ldik. Shuning uchun biz zino qilmaymiz. Shuning uchun biz aroq ichmaymiz. Shuning uchun biz ko'z hayolimizda ham zino qilmaymiz. Shuning uchun biz Allohning buyruq va taqiqlariga rioya qilamiz va uni biz da'vatini ko'tarib chiqamiz. Shuning uchun biz musulmonmiz. Nimaga? Biz Allohdagi narsalarga erishishni xohlaymiz. Allohdagi narsa nima biz xohlayotgan? Roziligi, mag'firati, jannati. Mana bu narsa haqida Alloh taolo aytdi. Mana bu narsalarga erisha olmaysan agarki men senga farz qilgan vazifalarni ado qilmaguningcha deyapti. Demak, Allohning buyruq va taqiqlariga qat'iy rioya qilish bilan, farz amallariga qat'iy rioya qilishlik bilan biz mana shu narsani qo'lga kiritamiz. Agar bu narsada yuz o'girishlik, bajarmaslik emas, sus yondoshlik bilan ham Allohdagi narsaga biz erisha olmay qolishimiz mumkin. Bu narsadan Alloh saqlasin. Agar bandan nafl amallar bilan menga yaqinlashib kelaversa, borib men uni yaxshi ko'rib qolaman. Shuning uchun mo'min odam Alloh buyurgan, qat'iy talab qilayotgan farz amallarini qanchalik yaxshi ko'rsa, nafl ibodatlarni ham farz amallarini yaxshi ko'rgandan kam yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun musulmonlar tarixdan ma'lumki, hatto nafaqat farz, nafl amallarni ham zavq, shavq bilan, ya'ni xohlab, shoshilib, talpinib, xursand bo'lib bajaradi. Mo'min nafl amallarni ham shunchaki shoshilib bajaradi. Endi nafl amallarni bajarish bilan Allohga yaqinlashib boraversa, Alloh taolo men uni yaxshi ko'rib qolaman deydi. Allohning yaxshi ko'rib qolishligini biz qayerdan bilamiz? Yoki Alloh taoloning yaxshi ko'rib qolishligi qanday bo'ladi desa, natijasini hadisning davomida nima deyapti? Ana shunda men uning anglaydigan qalbiga, gapiradigan tiliga, ko'radigan ko'zga aylanaman deyapti. Tasavvur qiling, haq bilan botilni anglashlik qalbni, aqlni qalb vazifasi. Alloh taolo sizga haq bilan botilni ajratib beradigan ilm, salomat qalb ato qilib qo'yadi. Ya'ni bu yerda Alloh taolo sekin tushib siz qalbingizga kirib olmaydi.
balki bu yerda Alloh taolo sizga haq bilan botilni anglay oladigan darajadagi ilm, salomat qalb ato qilib qo'yadi. Shunday qalb beradiki, shunday aql, zakovat, ilm beradiki, bu ilm bilan siz har qancha Allohning oyatlari burib, demokratiyaga moslab ta'villar qilib tashlasa ham, demokratiya islomdan, mana svetofor, mana Umarning demokratiyasi, ayol aytdi, cheklayapsan mahrni, qanday bu deb fikrini bildiruvdi, Umar qabul qildi. Mana fikr erkinligi deb, fikr erkinligi harom bo'lgan narsani islom bilan qorishtiraman desa ham siz aldana olmaysiz. Siz aldasha olmaydi buni qilib. Siz haq bilan botilni, haqiqat bilan yolg'onni shunday ko'rib tura olasiz. Va sizni Alloh taolo haqni taniydigan, haqqa ergashib, qalbi shundan orom oladigan qalb berib qo'yadi degani bu. Agar nafl ibodatlari bilan farzga qo'shimcha, agar unga yaqinlik hosil qilib boraversa, Alloh taolo farz amallardan sizdan rozi bo'ladi, lekin rozi bo'lishning ustiga sizni yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa-chi, unda nima bo'ladi desa, anglaydigan qalbingizga aylanar ekan. Agar sizni qalbingiz Alloh bo'lsa, tasavvur qiling, siz hech qachon aldanib to'yilib qo'ymaysiz. Haq bilan botilni qorishtirib qo'ymaysiz. Bu dunyo bir tomon o'tirib haq bilan botilni qorishtirib, sizga demokratiya bilan islomni qorishtirib, mo'tadil islomga yasab ham siz aldanib qolmaysiz. Chunki siz qalbingiz Alloh bilan-da. Gapiradigan tilga aylanaman deyapti. Tasavvur qiling, siz tilingiz Alloh bo'lsa, Alloh taolo xato qilishi mumkinmi? Hech kim aytmaydi Alloh xato qilishi mumkin. Nauzu billah, to'g'rimi? Kim Alloh xato qilsa, u dindan chiqadi u. To'g'rimi? Biz bilamizki, mu'minlar Alloh hech qachon xato qilmaydi. Alloh biron bir ishni behuda qilish aybidan pok. Alloh bir gapni gapirib qo'yib yoki bir ishni qilib qo'yib, orqasidan attang mana shu narsani mana bundoq qilganimda yaxshiroq bo'lardi ekan. Mana shu joyda bir xato ketib qoldi, shuni bunday deganimda to'g'ri bo'lardi ekan deb qoladigan zot emas. U al-alimun, u bilguvchi zot. To'g'rimi? Biz uni al-alimun ekanligiga iymon keltirgan. O'zining borligiga qanday iymon keltirsak, bilguvchi ekanligiga ham va xato qilish aybidan pok ekanligiga ham biz iymon keltirganmiz. Shuning uchun Alloh taolo oldindan biladi, qaysi ishni qanday qilsa, qaysi gapni gapirsa to'g'ri bo'lishini Alloh oldindan bilishga qodir bo'lgan zot. U al-alimun. Shuning uchun Alloh bir gapni aytdimi, u to'ppa-to'g'ri. Unda xato, keyinchalik ham qiyomatgacha xato chiqib qolish mumkin emas. Undan xato topishga harakat qilishdi. Qur'onning mislini keltirishga harakat qilishdi. Butun adabiyotshunoslari harakat qilishdi. Bir nechta jam bo'lib, lekin qo'ldan kelmadi. Kelmaydi ham. Chunki Alloh beayb Parvardigor. Shuning uchun biz barcha ayb nuqsonlardan xato qilish, va'da berib esdan chiqib qolish yoki majburiy holatga tushib qoldim, shuning uchun va'da berib ustan chiqa olmay qoldim, uzr deb qoladigan zot emas. Shuning uchun biz u zotni subhanalloh, barcha ayb nuqsonlardan pok deb ulug'laymiz, poklaymiz. Mana shunday zot sizni gapiradigan tilingizga aylanib qolsa, siz tilingizdan nomaqbul, noo'rin bir xato gap chiqishi mumkinmi? Alloh taolo men seni gapiradigan tilingga aylanaman deyapti. Ko'radigan ko'zingga aylanaman deyapti. Siz ko'rayotgan narsalar faqat Allohga rozi bo'ladigan, Allohni xursand qiladigan narsalarda bo'ladi. Allohning g'azabiga sababchi bo'ladigan narsalarda ko'zingizni topmaysiz. Sizning qarashlaringiz ibrat bo'ladi. O'ylanishingiz tafakkur bo'ladi. So'zlashlaringiz zikr bo'ladi. Mana shunday insonga aylanadi deyapti. Men shuni qilib qo'yaman deyapti Alloh taolo. Mana Alloh sizni yaxshi ko'rib qolsa, sizni qanday insonga aylantirib qo'yadi. Mana bu darajat qarang. Agar menga duo qilsa ijobat qilaman deb va'da beryapti. Mana bu va'da, qaranglar-da, menga duo qilsa ijobat qilaman dedi. Allohdan va'da ketdi. Alloh taolo va'da berib qo'yib, dengiz tagida tosh tikandagi qut rizq so'rayotgan paytda sen duo qilayotgan ekansan, men sal chalib qolibman-da, shu g'aflatda qolibman-da, uzr bandam deb qoladigan zot emas. Alloh va'da berib, va'dadan majburligidan chiqa olmay qoldim, esimda edi deb uzr holi qilib qoladigan zot emas. U iloh. U kulli shay'in qodir. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Albatta Alloh barcha narsaga qodirdir deb o'zini tanishtiryapti Qur'oni Karimda. Biz mana shunday zotga iymon keltirganmiz. Shuning uchun sizga va'da berdimi, u ustidan chiqishga qodir bo'lgan zot. So'rasa beraman. Hatto g'oliblikni, nusrat, yordam talab qilsa deyapti, nusrat beraman deyapti. Va hadis qudusiyning oxirida nima deyapti? Bandam ibodatining men uchun eng sevimlisi nasihatdir deyapti. Nasihat haligi o'zbek ma'nosidagi nasihat deb tushunib qolmanglar. Domla o'g'lim sal sho'xlik qilib, beboshlik qilyapti, shunga bir nasihat qilib qo'ying desa, o'g'lim bu yoqqa ketchi deb turib, "Nima qilmagin, otangning yuzini yerga qaratmagin" deb turadi. Domla otasining iltimosi bilan o'g'ilga nasihat qilib qo'yadigan nasihat bor-ku, unaqa narsa emas bu yerda. O'zbek tilidagi nasihatni tushunib qolmaylik. Bu arab tilidagi nasihat. Ya'ni nasihat deganda har bir qilayotgan ishni Allohning yuzi uchun, roziligi uchun, undan boshqa hech narsani hisobga olmasdan qilingan ishni nasihat deyiladi. Bu da'vat bo'lsin, u namoz bo'lsin, roza bo'lsin, zakot bo'lsin, haj bo'lsin, yana boshqa vojibotlaringiz bo'lsin, boshqa nafl ibodatlaringiz bo'lsin, har bir qilayotgan farz va nafl ibodatlarni qilayotganingizda faqat Allohning roziligi uchun qilishligingiz mana shu nasihatdir.
Mana bu hadisda Tabaroniy o'zini Kabir degan kitobida keltiradi. Shuning uchun ham mana bu hadisda bizga Alloh taolo nimani ko'rsatib beryapti desa, nusratni, ya'ni Alloh taolodan bo'ladigan nusrat, yordam va Allohning madadiga olib boruvchi yo'lni Alloh taolo bizga ko'rsatib beryapti. Demak, Alloh taoloning buyruqlarini u zot aytganidek bajarish, ya'ni qo'shimcha nafl ibodatlari bilan ham Alloh taologa yaqinlashaverishlik bilan, uni o'zidangina nusrat, yordam, madad so'rayverishlik bilangina biz mana shu narsaga erishamiz ekan, Allohdagi narsaga erishamiz ekan. Ya'ni roziligi, mag'firatiga erishamiz ekan. Nimaga desa, chunki haqiqiy kuchli bo'lgan, aziz, ya'ni g'olib bo'lgan, kuch qudratga ega bo'lgan, aziz, al-aziz bo'lgan zot u zotning o'zidir. U zotdan azizroq, kuchli, qudratliroq kim bor? Alloh o'z ishida g'olib bo'lgan zot. Kim Allohning ishini hayotda joriy qilishlik uchun harakat qilayotgan bo'lsa, u Allohning ishini qilyapti. Kim unga qarshi kurashayotgan bo'lsa, u Allohga qarshi kurashayotgan bo'ladi. Biz mana bu narsalarni nima uchun bilishimiz kerak desa, biz mana shu zotga iymon keltirdik va u zotning dinini oliy qilish uchun yo'lga chiqqanimizda, mana bu narsalarni bilishligimiz bizga mana bu yo'lda sabr va sabot bilan mustahkam turishi ishni oxirigacha yetkazib borishligimizda nafslarimizni yengishligimizga yordam beradi. Shuning uchun Alloh taolo va'da beryapti. Demak, Allohga yaqin bo'lib boraverish bilan biz Alloh taolodan nusrat, yordam, madadiga sazovor bo'lamiz ekan va oxir oqibatda u zotning roziligi, rahmatiga qovushamiz. Biz maqsadimiz ham hayotda yashashda maqsadimiz shu, o'sha zotni rozi qilib yashab o'tish. Boradigan joyimiz ham o'sha. Undan boshqa boradigan joyimiz yo'q. Albatta biz Allohnikimiz va albatta biz Allohga qaytamiz. Holbuki Alloh taolo o'z bandalarining ustida hukm yurituvchi bo'lgan zot. Ayni paytda u o'ta lutfli va har narsaga qodir bo'lgan zot. Shunday ekan, ey birodarlar, Allohning roziligiga, mag'firatiga, jannatiga, nusratiga va ikki dunyo muvaffaqiyatiga shoshilinglar deyapti. Ya'ni muallif bizga mana bu narsaga shoshilib qolishligimizni nasihatini qilyapti. Mana bu kitob. Nimaga desa, qachon o'lishligimizni bilmaymiz birodarlar. Balki bugun oxirgi kunimizdir, balki oxirgi suhbatimizdir. O'lim qachon kelishini hech kim bilmaydi. O'lim aniq, biz bilamiz. O'lim Allohdan, ajal Allohdan. U belgilangan soatni bir soat ham orqaga oldinga surish imkoniyati yo'q bo'lgan muddatda Alloh olib ketadi, o'sha belgilangan vaqtda. Undan bir soniya kech qolinmaydi, erta bo'lib qolmaydi. Lekin qachonligini bilmaymiz. Shuning uchun har qachon biz o'limga tayyor turishimiz kerakki, toki Azroil alayhisalom kelgan paytda tilimizga qo'rquvdan, dunyo muhabbatidan, tilimizga dunyoda yaxshi ko'rib orqasidan quvgan narsalar, xotin, bola chaqa, uy, mol dunyo tilimizda la ilaha illalloh kalimasini o'rnida aylanib qolmasligi uchun biz mana bunaqangi solih amallarga shoshilib qolishimiz kerak. Mana bu narsani Alloh taolo Qur'oni Karimda 83-oyat, suraning 23-oyatida nima deyapti? Astag'firullah. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun deyapti Alloh taolo. Bas bahslashuvchi, musobaqa qilguvchi kishilar mana shunday mangu ne'matga, ya'ni Allohning roziligi, rahmati, mag'firati, jannatiga yetish yo'lida bahslashinlar, musobaqa qilsinlar deydi. Mol dunyo ustida emas, yaxshi mashinalarda payga o'ynashlik emas, musobaqa qilish emas, balki Allohning roziligiga, savob, ajrga aqllar bilan hisob-kitob qilib bo'lmaydigan, so'zlar bilan aqllar bilan hisob-kitob qilib bo'lmaydigan, ulug' ajr mukofotlariga sabab bo'ladigan solih amallar ustida bahslashib qolinglar, musobaqa qilsin deyapti. Buni Alloh taolo aytayapti Qur'oni Karimda. Bu narsani biz sahobalar hayotida ko'rdik, qanday musobaqalashganligini. Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu 50 kun tun Makka ahli bilan, musulmonlar bilan haligi gaplashishlikni ham, hatto ayolini ham muloqot qilishligidan uzib qo'yilgan paytda, farzayn bo'lgan jihodga chiqishmay qolgan paytda 3 kishi esinglarda bo'ladi. Shulardan eng yoshi ulug'i Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu. Qachon ularning tavbalari qabul qilinganligi haqida oyat nozil bo'lganda, bomdod namozini o'qib bo'lishi bilan Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularning tavbalari qabul qilinganligi, Alloh ularni kechirganligi haqidagi oyatni tilovat qilib berganda, bir kishi yurib turib mana bu xush xabar bilan o'sha Ka'bni roziyallohu anhuning qalbini shodlikka to'ldiray, shundan savob umid qilaman deb yurib ketayotdi. Ikkinchi bir sahoba bunday qarasa, u yurib ketadi. Orqasidan yugursa ham yetolmaydi. Endi savobni hali yab ketib qoladi. U nima qildi bilasizmi? Shunday bir tepalikka chiqdi. "Ey Ka'b!" deb bitta baqirdi. Tun shu endi qishloq eshitdi endi.
Alloh seni kechirdi, tavbangni qabul qildi, bitta baqirdi. Shu nali yugurib ketaganimda orqasiga qaradi. Orqasidan bittasi yetkazib qo'yibdi. Sahobalar shunaqangi darajada musobaqalashgan. Hisoblayapsizmi? Ularning musobaqalari Allohning buyruqlarini qilmasdan bir yo'l topishlikka emas. Qanday qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi, qanday solih amal qilib Allohni rozi qilsam ekan deb savob amallarni so'rab, surishtirib, qidirib topib, bir-biridan savobni ko'paytirishda musobaqalashgan. Bugungi kundagi o'xshab bir shar'iy hukmda aytsangiz, shuni yo'li yo'qmi, bunday qilsa bo'ynab turib qilmaslik yo'llarini axtaradigan bo'lib qolgan bugungi kunda musulmonlar. Bu narsalarimizni Allohning roziligi, mag'firati, jannatiga erisha olmaymiz. Buning uchun ham Alloh taolo nima deyapti? Baxtlashmoqchi bo'lganlar, musobaqa qilmoqchi bo'lganlar, mangu ne'mat. Mangu ne'mat nima? Allohning roziligi, jannati mangu. Undan mahrumlik bo'lmaydi. Mana shu narsaga yetish yo'lida bahslasizlar. Musobaqa qilsinlar deyapti. Ya'ni bahslashuvchi bo'lganlar deyapti. Biz bahs degan izlanish degan. Mana shu narsani ustida nima qilishimiz kerak ekan? Musobaqa qilishimiz kerak ekan. Alloh taolo barchamizga mana shunday musobaqa qiluvchilardan qilsin har birimiz. Alloh mana shunday sifatlar bilan biz sifatlantirsin, Parvardigor olam. Mana bu narsalarni muqaddimada bayon qilib o'tyapti. Ana endi bu Islomiy nafsiy asoslar kitobimizning birinchi darsligi shariatni ushlashga shoshilish. Birodarlar, Alloh taolo nasib qilsa, shariatni ushlashga shoshilish degan mana bu mavzuda o'zi aslida shariat nima, uni ushlash qanday bo'ladi, ushlashdagi shoshilishlik qanday bo'ladi? Mana bu narsalar haqida Alloh taolo nima degan? Bu gap shariatni ushlashga shoshilish shunchaki bir olimning nasihatimi o'zidan kelib chiqqan yoki bu Alloh taoloning talabimi? Alloh va rasulining buyrug'i, talabimi? Mana bu narsalar haqida Alloh taolo nasib qilsa, birodarlar, keyingi shanba kuni yoki shu vaqtlarni o'zgartirishlikni reja qilib turibmiz. Inshaalloh uni ham aytib o'tamiz. Ma'lum bir sabablarga ko'ra mana bu darsliklar vaqti, joylarini o'zgartirishlikka majburiyat tug'ilyapti. Uni ham albatta e'lon qilib aytib qo'yamiz inshaalloh. Inshaalloh nasib qilsa keyingi darsligimizda shariatni ushlashga shoshilishlik mavzusiga kirishamiz. Unda biz o'sha shariat o'zi nima ekanligi, uni ushlash qanday bo'ladi, voqeasi, uni ushlaganda ham shoshilib ushlash kerak ekan. Shoshilishlik qanday bo'ladi? Bu gaplar qaysi oyat, qaysi hadislar bilan o'z ifodasini topadi va bu shariatni ushlashga shoshilishlik kimning talabi? Agar Alloh va Rasulining talabi bo'lsa, qayerda o'z ifodasini topadi? Va mana shu sifatlar bilan biz sifatlanishimiz uchun Alloh taolo qayerda talab qilgan? Mana bu narsalar haqida inshaalloh mana shu mavzuda keyingi darsligimizda birgalashib ko'rib chiqamiz. Shuning uchun keyingi darsligimizning mavzusi birodarlar shariatni ushlashga shoshilishlik haqida boradi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Birodarlar, Alloh taolo barchalaridan rozi bo'lsin. O'tgan har bir daqiqalarni Alloh taolo ulug' ajr mukofotlarga sabab qilsin. Solih amallar qatoridagi amallar qilib Alloh taolo sahifai amallarga yozib qo'ysin, bitib qo'ysin. Har doim bir ishni, bir suhbatni boshida aytganimizdek, so'ngida ham shu gapimizni aytamiz. Allohga hamd, rasuliga salovatlar bo'lsin. Alloh taolo ilmlarimizni ziyoda qilsin, nafsimizga taqvo bersin. Alloh taolo nafslarimizni u xohlayotgan buzuqliklardan tiyib, uni Allohning buyruq va taqiqlariga yurgizishligimizda o'zimizda kuch topa oladigan shijoat bersin. Alloh taolo nafsimizga, amallarimizga taqvoni asos qilsin. Qalblarimizni iymon bilan ziynatlasin. Bu dunyo hayotidagi yaxshilik eshiklarni Alloh taolo siz va bizlarning qo'llarimiz bilan, tillarimiz bilan ochsin, Parvardigor olam. Oxirgi nafasimizgacha o'ziga itoat qiladigan sodiq qullaridan, haqiqiy do'stlardan qilsin. O'zini oldiga yorug' yuz bilan, salomat qalb bilan mo'min holatda yo'liqishligini nasib qilsin. Parvardigorim amallarimizning avval va oxirini xayrli qilsin. Umrimizning xayrlisini xotimasida qilsin. Kunlarimizning eng chiroylisini o'ziga yo'liqadigan kun qilsin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.